Azizlar, sizlar bilan navbatdagi mavzu bosh miyani o'rab turuvchi pardalar haqida gaplashamiz. Demak, 3 ta membrana, ya'ni 3 ta qavat bosh miyani o'rab turadi. Va bular neural krestiyaldan hamda mezodermadan rivojlangan bo'ladi. Endi qaysi biri nimadan rivojlanishligini hozir to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchi parda bu dura mater. Bu qattiq parda, miyaning qattiq pardasi. Demak, eng qalin, tashqi va skalga, ya'ni kalla suyagiga yaqin bo'lgan qavat hisoblanadi. Va aynan shu narsa mezodermadan hosil bo'lgan. Keyingi qavat bu arachnoid mater, ya'ni miyaning o'rgimchaksimon pardasi, o'rgimchaksimon pardali qavati. O'rta qavatda joylashgan va mana o'sha o'rgimchaksimon tuzilishli hisoblanadi. Va bu esa neural krestiyallardan hosil bo'ladi. Keyingisi pia mater, bu yumshoq parda. Nomi yumshoq parda o'zbekchasiga yupqa parda hisoblanib, bosh miyani hamda orqa miyani to'qimalariga to'liq adheziyani yopishib ketgan bo'ladi. Ana endi mana bu rasmda ifodalangan mana bu dura mater, mana bu arachnoid mater, mana bu miya bilan birlashib ketgan qavat bu pia mater va mana bitta bridging veins deyilgan bu ko'prik venalari hisoblanadi. Bu arachnoid materga, arachnoid pardaga yopishib turgan bo'ladi. Va keyingi to'xtalib o'tadigan narsamiz cerebral spinal fluid bor, ya'ni bosh va orqa miya suyuqligi bor. Mana shu suyuqlik qayerda oqadi? Subarachnoid space'da oqadi, ya'ni bu space degani bo'shliq degani. Subarachnoid, ya'ni arachnoidning ostidagi, ya'ni pia mater bilan mana bu yerda yozyapti, arachnoid parda hamda pia mater bilan shu ekos o'rtasidagi bo'shliqda shu suyuqlik harakatlanadi. Va bizda navbatdagi muhim atama epidural space, ya'ni epidural bo'shliq. Epiduralni epi degani usti degani, sub degani osti degani. Demak, epiga to'xtaladigan bo'lsak, dura mater bilan miyaning qattiq pardasi hamda skull yoki skal, ya'ni skal yoki vertebral column, umurtqa pog'onasi o'rtasidagi bo'shliq hisoblanadi. Unda nima bo'ladi? Ichida nima bo'ladi? Yog' bo'ladi va qon tomirlari bo'ladi. Va bizda o'sha middle meningeal artery bor. Ya'ni o'rta bosh miya arteriyasi. Shuni jarohatlanishi ana shu bo'shliqqa qon quyilishi bilan ifodalanadi. Navbatdagi muhim gaplashib o'tadigan kichik mavzuyimiz bu blood brain barrier hisoblanadi. Ya'ni 3B, 3ta B, blood brain barrier. Blood degani qon, brain degani bosh miya, barrier degani to'siq. Qon va bosh miya to'sig'i. Ya'ni bu nima? Bu o'sha aylanib o'tayotgan, sirkulyatsiya bo'layotgan qondan bosh miyaga har xil bakteriya yoki dorilarning o'tishini to'xtatib turadi. 4 ta strukturadan tashkil topadi. Birinchisi bu kapillyar qon tomirlarining endoteliy hujayralari bor. Shularda non-fenestrated degani orasida teshiklari yo'q. Teshiklarsiz, ya'ni hech qanaqa teshikchalarsiz bir-biriga yopishgan endoteliy qatlamini, ya'ni tight junction, ya'ni bir-biriga zich tegib turishdan hosil bo'ladi. Endoteliy hujayralarni bir-biriga tight junction, zich tegib turishdan hosil bo'ladi va mana bu rasmda qarasalaring, eng ichki qavat. Mana bu yerda tight junctionlarda ko'rishimiz mumkin, bir-biriga zich tegib turibdi. Hech qanaqa bo'shlig'i yo'q, hech qanaqa fenestrlari yo'q. Keyingisi uni shu ostidagi qavat hisoblanadi va mana bu qavat, bu basement membrane hisoblanadi. Ya'ni membrana, basement membrana. Keyingisi pericytes hisoblanadi. Mana bu ko'rgan katta hujayralarning
peristoid hisoblanadi va oxirgisi bu astrotsitlar biz bilamiz, bu glial hujayra hisoblanadi. O'tganmiz vazifalarni mana shu blood brain barrier hosil bo'lishda ham ishtirok etadi deganmiz va o'shani bir-biriga astrotsitlarda tegib turishdan hosil bo'ladi blood brain barrierda shu 4-hosilasi. Va glyukoza bilan amino acid, ya'ni aminokislotalar o'toladi bu barrierdan. Qanaqa transport qilinsa, sekinlik bilan o'sha carrier mediated transport mexanizm bilan o'tadi. Ya'ni o'zini shu o'tish yo'li bor. Keyinchalik gaplashib o'tamiz. Mana shu usulda o'tadi. Va bizda nonpolyar, ya'ni qutbsiz yog'da eriydigan molekulalar bizda rapidly tez o'tadi bu anaqadan blood brain barrierdan diffuziya orqali diffuz o'tadi. Ba'zi joylarda shu blood brain barrier yo'q. Ya'ni bu organlarda bu organlar qaysilarsa, misol uchun area postrema degan organ bor. Bu mana o'sha qism joy bor. Area postrema agar qo'zg'alsa, qusish shu misol uchun qusish hosil sodir bo'ladi. Ximioterapiyadan keyin o'sha kimyoviy moddalar, onkologiyada biz bilamiz, ximioterapiya qiladi. O'sha ma'lum bir moddalar shu blood brain barrier yo'q joylardan o'tadi va ayrim joylar buni sezadi. Bitta joy shu area postrema. Va OVLT degan markaz bor. OVLT markaz bu shu organum vasculosum lamina terminalis. Ya'ni bu osmoreseptor, ya'ni osmosni sezadi. Keyin mana neurosecretory productslarda aytgan o'sha misol uchun qanaqadir maxsus moddalarda sezadigan, maxsus gormonlar sezadigan narsalarda misol qilib aytgan. Endi agar shuni blood brain barrierda buzilishi, misol uchun stroke ishemiyalarda, insultlarda vazogenik edemaga, ya'ni o'sha vazogen shishga sabab bo'ladi. Va bizda giperosmolyar agentlar bor, moddalar, misol uchun manitol biz bilamiz. Bu blood brain barrierni buzishi mumkin. Va shu boshqa moddalarni ham, boshqa dorilarni ham o'tkazuvchanligini oshirib yuboradi. Ana endi bizda navbatdagi gaplashib o'tadigan eng qiziq mavzularimizdan biri qusish markazi. Demak, coordinated by NTC, ya'ni o'sha tractus solitarius anaqa orqali ordinatsiya qilinadi. Bu narsa bu joy anaqada uzunchoq miyada joylashgan. Uzunchoq miya o'sha ma'lumotlarda chemoreceptor trigger zone oladi. U area postremada joylashgan bo'ladi. 4-qorinchaning asos qismida joylashgan bo'ladi va o'sha GI traktdan oladi, ya'ni hazm qilish oshqozon shakli tizimidan oladi, vagus nerv orqali va vestibulyar sistemadan oladi impulsni, ya'ni shu reseptorlar ta'sirlanish natijasida va central nervous systemdan oladi. Demak, chemoreceptor trigger zone va o'sha qusish markazini yadrolari impulsni 5 ta reseptor orqali qabul qiladi. 5 ta asosiy reseptorlar bor. Bu reseptorlar qaysilar? Gistamin H1 reseptori, keyingisi maskarinik reseptor M1 reseptori, keyingisi neurokinin 1 reseptori, keyin dopamin, ya'ni D2 reseptori va serotonin 5H3 reseptorlari orqali qabul qiladi. Ana endi bizda serotonin, dopamin hamda neurokininning antagonistlari
ya'ni shu retseptorga qarshi bo'lgan antagonistlar, o'sha retseptorga qarshi bo'lgan moddalar, dorilar ximiyoterapiyaga asoslangan o'sha Vumetin, ya'ni onkologiyada ximiyoterapiya tufayli kelib chiqqan qusishga dori bo'ladi. Va H1M2, ya'ni gistamin, maskarinik retseptorlari antagonistlari motion sickness degan kasallik bor, shuni davolashda va H1 ning, ya'ni gistamin retseptorlari antagonistlari homiladorlikdagi ko'ngillanishda ishlatiladi. Mana bu yerda area postrema joylashgan. Mana bu yer esa o'sha nucleus tractus solitarius hisoblanadi va bu o'sha biz aytgan retseptorlar va impulslarni qayerdan olishligi shu rasmda ifodalangan. Rasmni yaxshilab ko'rib o'rganib chiqasizlar. E'tiborlaring uchun rahmat. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz.